Salom hammaga. Bugun sizlar bilan gaplashib olishimiz kerak. Xullas, eng muammoli narsa haqida iltimos qilib yubormang. Lisaga aytgandim, yiqlavordi. Meni qiynayotgan savol bu nimaga hamma introvert? Nimaga hamma uchinchi shaxs? Nimaga hammani dugonasi tashlab ketadi? Nimaga hamma pikmi uchun video yasaydi? Nimaga hamma egoist? Nimaga hamma karizmali? Nimaga hamma motivator? Nega hamma aura? Nimaga hamma manipulyator? Ular pikmi uchun video yasaydilar. Lekin nimaga hech kim pikmiligini tan olmaydi? Gapim kimgadir tegib ketgan bo'lsa, bundan afsusda emasman. Morena. Ba'zida o'ylab qolaman. Balkim ular aytayotgan o'sha pikmi mendirman. Partoni kutib qoling.